Navbatdagi komplekt generatorlarimiz akalar Navoiy viloyatiga dastavka qilib berilyapti. Ko'rishlaring mumkin. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, o'sha komplekt generatorimiz necha pulga tayyor bo'ldi, ramalari qanaqa, motorlari qanaqa, generatorimiz qanaqa, to'liq ma'lumotlarini berib o'tib ketamiz akalar. Ko'rishlaring mumkin, generatorlarimiz Saneo brendidan atmotkalari 100% mis bo'ladi. Mis atmotkalar bilan jihozlashtirilgan. Tepasida xuddi shunaqa aver sistemalari ham mavjud bo'ladi. Tokni o'ynatmasdan bir xilda chiqarib beradi akalar. Xo'p, bu tarafiga o'tadigan bo'lsak, volt datchiklari bilan jihozlashtirilgan bo'ladi. Nech volt tok chiqarib turganini ko'rsatib turadi, hamda o'zini o'chirib yoqadigan ключаторlar bilan jihozlashtirilgan. Xo'p, generatorimiz o'sha 30 kilovatli variantda 400 voltgacha chiqarib beradi. 54 amperli 1500 kuchlanishda tok berishni boshlaydi. Motorlarimizga keladigan bo'lsak, suli variantdagi 1130 motorlarimiz xo'p 30 ot kuchiga ega bo'ladi akalar, ko'rishlaring mumkin. 30 ot kuchiga ega 1130 motorlar bilan jihozlashtirilgan. 2200 оборот beradi akalar generatorimizga, e'tibor qilamiz. O'zini veslari 210 kiloli veslar bilan jihozlashtirilgan. Ramalarimiz o'tgan safargi ramalardan ancha baquvvat bo'ladi akalar, ko'rishlaring mumkin. Balonlari ham shiroki, katta balonlardan, o'sha aravachalarga qo'yiladigan, zambarg'altaklarga qo'yiladigan balonlardan. Balonlarimizni dami yo'q, damlab yaxshilab chiqarib yuboramiz akalar. Общий komplektimiz $1650 evaziga Navoiy viloyatiga dastavkalari bilan eshigini tagigacha olib borib beryapmiz akalar. 1130 motorga ishonmaganlar mana akalar. 1132 o'ziga o'yib yozilgan bo'ladi. Original 1130 motorlar bilan jihozlashtirilgan. $1650 ga, $1300 ga ham tayyor bo'ladigan variantlari mavjud. Faqat motorlarimiz 1100 motor bo'ladi. Generatorlarimiz Alemi atmotkali variantda bo'ladi. $1200,000 ga ham generatorlaringni bemalol tayyorlab beraveraman. Faqat motorlarida, generatorlarida, atmotkalarida farqi bo'ladi akalar. Mana bunaqa generatorni o'zini olaman degan akalarimiz uchun do'konimizda akalar xo'p 20 kilovatli variantidan mavjud bo'ladi. 30 kilovatlisini ham qilib berilaveradi. Xo'p, bunda ham volt datchiklari mavjud bo'ladi. O'chirib yoqadigan ключаторlari bo'lmaydi. 20 kilovatlisini $550 evaziga, xo'p 30 kilovatlisini $650 evaziga shikiflari bilan komplekt holatda qilib beramiz akalar. Kimga shunaqa generatorlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarimizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 12 ta viloyat bo'ylab yetkazib beraveramiz akalar. Tovuq fermasi bor akalarimiz uchun, suna so'z ishlataman degan akalarimiz uchun, sexga olaman degan akalarimiz uchun skidga narxlarda kelishtirib qilib beraman. Manzil Qo'qon, Yangi bozorda joylashgan, kelaverasizlar akalar.